turganini ko'rib chaqirtirdilar Hazrat Umar radhiyallohu anhu. Seni har masjidda ko'ryapman, chiqmayapsan degan ekanlar. Ha, men shu yerda ibodatdaman. Nafil ibodatlar, zikr, mashaqqa o'tiribman. Tirikchilik nima bo'lyapti debdilar. Tirikchilik qanday qilyapsan desa, haligida aytibdilarki, mana akam tojir, tadbirkor. Akam bilan kelishdik. Mana oilamni ham akam qarab turadigan bo'ldilar. Men endi bu yo'g'iga faqat shunaqa ibodatda, zikrda, shu masjidda o'tiraman deganlarida Hazrat Umar radhiyallohu anhu unga qarab, "Ahuka a'bad minka" dedilar. Akang sendan ko'ra obidroq ekan, sendan ko'ra ko'p ibodat qiluvchi ekan dedilar. Qarang, hamma narsaning o'zini vaqti, soati bor ekanda, sen bu holatda turib o'zingcha masjidning ichiga kirib olib, chiqmasdan kechgacha ibodat qilaman deyapsan. Akang seni bola chaqangni ham boqayotgan bo'lsa, demak akangni harakati sendan ko'ra kuchliroq, u sendan ko'ra ko'p ibodat qilyapti dedilar. Islom insonlarni harakat qilishlikka, nimadir manfaat qilishlikka, o'z kasbi bilan tirikchilik qilishlikka chaqiradi.